Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mana shu bizning mahalladagi dengizning bo'yidagi yo'lni dengizning bo'yidagi yo'lda yo'l yurgach sizlarga sog'lom yashash va uzun umr ko'rish degan temada o'zimning izlanganlarini qisqa qilib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Men xabaringlar bo'lgandekidek uzundan buyon shu sog'lomlik to'g'risida o'xshamagan temalarga ayirib nurg'unlagan sog'lomlik savatlarini so'zlab keldim. Bu jarayonda ko'plagan qarindoshlardan o'xshamagan savollarni topshirib oldim. Bu savollarni topshirib elish jarayonida men shuni his qildimki, ko'pincha qarindoshlarniki bu sog'lom yashash istagi bo'lsa-mu, ammo uningga u istakka qandoq yetkilib bo'ladiganlik to'g'risida aniq bir tushunchasi yo'q ekan. Ya'ni ba'zilar bu sog'lom yashashni butunlay shu sog'lomlik buyumlarga, ya'ni sog'lomlik mahsulotlarga bog'lab olgandek, ya'ni har xil vitamin yoki boshqa shu turdagi dorilarni ko'p iste'mol qilsa yoki foyda qildi degan narsalarni ko'plab iste'mol qilsa sog'lom yashag'ili bo'ldi deb qaraydigan qarash bor ekan. Shunlashqa bugun men bu yerda yo'l yurgach mushu jihatda o'zimning izlanganlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'taman. Endi hozir qadar shu sog'lomlik jihatda ko'plagan tadqiqotlar ilib berilyapti. Agar to'g'ri izlasak bu vaqtda uchurlarning ko'pligidan qaysini ko'rib, qaysini ko'rmaslikka, qaysiga ishonib, qaysiga ishonmaslikka qarar verishmi shu qadar tez uchurlar ko'p hamda bularning ichida betaraflamalik uchurlarmi ko'p. Biz ko'rgan uchur to'g'ri uchur bo'lgan taqdirdami uni shu to'g'ri demoqchi bo'lgan maqsadni to'g'ri tushunishning o'zimi bir masala. Shu sababdan men o'zimningki shu 30 necha yillik tajribalarimga asosan shu odatdagi, ya'ni tibbiy arq ko'rinish bo'lmagan qarindoshlarni tushungidek bir til bilan oddiy qilib bu vaqtda ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Endi bu sog'lomlik degan vaqtida bu hargizmi toq bir omil bilan munosabatli bo'lmagan, ya'ni ko'p xil omillar bilan munosabatli bo'lgan bir masala. Ya'ni bizningki badanimiz milliardlarcha hujayradan organ a'zo, andan keyin u organ a'zodan bir butun gavdolab shakllangan bir jonliq bo'lganligimiz uchun bularda inchki tarafdan shu hujayra yoki molekula deymiz, shu saviyada o'zgarish olgan bo'lsa, cho'ng jihatdan bizningki organ a'zolarimizga, andan keyin butun badan qurilma sistemamizga ta'sir ko'rsatadi. Andan keyin ba'zi ta'sirlarni damalliqqa his qila olsak, yana ba'zi ta'sirlarni 10-20 yildan keyin andan keyin o'zini ko'rsatib bizga his qildirishi mumkin. Shunlashqa bir narsaniki foyda qilgan yoki ziyon qilganligini ba'zilarnikini qisqa vaqt ichida sezsak, ya'ni ifodalab chiqqan bo'lsa, ba'zilarniki foydasi yoki ziyoni qisqa vaqt ichida ifodalanib chiqmaydi. Uning uchun necha yil, hatto necha 10 yil vaqt kerak bo'ldi. Shunlashqa shu uzun muddatlik sog'lomlik nuqtasidan qaragan vaqtda biz ko'z oldimizdagi yolg'iz ko'z oldimizdagi narsalarni emas, balki 10 yildan 20 yildan keyingi ishlarni tasavvur qilib ba'zi
turmuş odatlarimizni sog'lomlashtirish bizningki sog'lom yashash va uzun umr ko'rishimizda bek muhim. Endi bu hozir qadar shu insonlar eng qiziqadigan masalaning birisi qanday qilib uzun umr ko'rish bo'lib, buningga tarixdan buyon o'xshamagan sinfdagi, ya'ni yuqorisi podshohdan tortib töveni odatga turog'icha hammasi qiziqib kelgan bir masala. Ammo shuni bilishimiz kerakki, bu uzun umr ko'rishda hech bir zaman bir formula qiliplashgan bir narsa yo'q. Hozir qadar eng kuchga ega, ya'ni bunda qoyil qilish kuchga ega ba'zi maqola, ilmiy tadqiqotlarmi faqatla shu uzun yashagan insonlarningki hayot kechirmishlari, ularning tajribalari, ya'ni ularning turmush odatlarini yakunlash orqali chiqarilgan bir xulosa bo'lib, ularningki yashagan davri bizningki yashagan davrimiz bilan farqli bo'lg'achqa, ularningki shu uzun umr ko'rishdagi odatlari bizga aynan mos kelishi notayin. Yana biri, yana masalanga bir odam hozir masalanga 100 yosh yoki 110 yosh yashagan bo'lsa, bu odam taxminan 1910-yillari, 1920-yillari tug'ilgan bo'ladi. Bu odamningki uzun umr ko'rishga sabablari, ya'ni hayotidagi nurg'un tajribalar bizningki hozirgi davrimizga, hozirgi sharoitimizga mos kelishi notayin. Ya'ni o'tmishdagi ba'zi kishilarningki, uzun umr ko'rgan ba'zi kishilarningki tajribalarini yakunlash orqali ularni aynan kopiya qilish, ya'ni aynan qo'llanishning o'zimi bizga bizningki uzun umr ko'rishimizningki kapolati bo'la olishi notayin. Shunlashqa bu yerdagi eng muhim masala har bir insondagi o'zgachilik, ya'ni bizningki shaxslarningki tug'ma, ya'ni peshonasiga tutilgan ba'zi tug'ma alaydiliklar, yashash sharoiti, turmush odatlari, nurg'un omillar bizningki sog'lom yashashimiz va uzun umr ko'rishimiz bilan bevosita munosabatlik. Endi bu undaq bo'lgan vaqtida biz bu hozir mavjud bo'lgan uchurlardan yoki ilmiy tadqiqotlarning natijasidan qanday foydalana olamiz degan vaqtida albatta uningmi o'zgacha foydalanish qimmati bor. Misolan, men yuqorida o'tgan uzun umr ko'rganlarniki o'xshamagan rayon, o'xshamagan madaniyat, arq ko'rinish, o'xshamagan davrda yashaganlarda o bir ma'lum o'rtoqliklarniki borligi, ya'ni bu o'rtoqliklarniki bir qismlarniki bizning hozirgi ahvolimizga uyg'un keladiganligi. Misolanki, shu kayfiyat jihatda, ya'ni ro'y kayfiyat jihatda turaqliq, salmoqliq, ya'ni bak ziyoda halaqa qayg'urib, ziyoda andish qilib, ziyoda tashvishlanib ketmaydigan bir xil salqin, salmoq, anadikin ishlarga ta'xir qiladigan sabrchan, ya'ni ijtimoiy munosabatlarga alohida ahamiyat beradigan, shu kishilik munosabat, oila munosabatlariga alohida ahamiyat beradigan, andan keyin ko'ngilsiz ishlar bo'lgan vaqtida ziyoda qayg'urib, pushaymon qilib ketmaydigan mushg'ul odamlarning, ya'ni dunyoga bir xil yaxshi ko'zi bilan, ya'ni aktiv qaraydigan, dunyoga o'chmanlik bilan qaramaydigan aktiv energiyalik kishilarniki nisbatan uzun umr ko'radiganligi ma'lum. Bu bizningki hozirgi hayotimizga, hozirgi davrimizga uyg'un deb qarayman, ya'ni mos keladi deb qarayman. Endi shu uzun umr ko'rganlarniki umumyuzlik qurilmasining vaqtida ularni hargizmi alohida boy
yoki alohida yuqori saviyalik yoki bo'lmasa tantarbiya jihatda alohida chiniqib ketgan undaq odamlar deb qarashga bo'lmaydi. Ya'ni uzun umr ko'rganlarning ichida hech qanday o'qimagan dehqonlarmi bor, kambag'al kishilarmi bor, az to'la iqtisodiy ahvol yaxshi kishilarmi bor, andan keyin o'qigan kishilarmi bor. Ya'ni har qaysi sohada, har xil ko'rinishlarning hammasida belgilik darajada uzun umr ko'rganlar bor. Shunlashqami bu uzun umr ko'rishni faqatla shu bayoshatlik, ya'ni mol mulk jihatdagi bayoshatlik yoki bo'lmasa tantarbiya bilan alohida chiniqqan, ya'ni dunyo tantarbiya cho'lponlari degandagidek undaq narsalarga bog'lab olishga bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda ko'pincha insonlar, ya'ni uzun umr ko'rgan kishilarning hayoti nihoyatda odatdagidek ashundoq o'tgan, hargiz qutblashmagan, ya'ni bir tabiiy normal hayotda bo'lib, ularningki ko'pinchasining men yuqorida deb o'tgandagidek ashuna ro'y jihatdagi salmoqliq, tamkinlik, shu savrchanlik, anadagi kishilarga dunyo bo'lgan ko'z qarash, ya'ni aktiv ko'z qarashlar ularningki sog'lom yashashida, uzun umr ko'rishda nihoyatda muhim rol o'ynagan deb qaralmoqda. Endi hech kimningki bir kasallarga giribtor bo'lib, o'zininki jismoniy ro'y jihatda azoblig'isi yo'q. Ammo biz umid qilmagan holda ba'zida har xil kasalliklarga giribtor bo'lamiz. Uyda tuqqanlarimiz orasida har xil fojialarga, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ammo shundoq ahvol vaqtida bizningki ularga qanday pozitsiyada bo'lishimizmi bizningki bu sog'lomligimiz uchun bek muhim. Biz masalan bir ishlar yuz bergan vaqtida uningga alohida urib, qayg'urib ketsak, yolg'iz biz duch kelgan u krizis yomon oqibat yaxshilanib qolmasdan balki bizningki kayfiyatimizga, ro'y sog'lomligimizga alohida daxl yetkazishi mumkin. Shunlashqa bu yerda muhim bo'lgani bizningki shundaq krizis, fojia va har xil fojialarga duch kelishimiz yoki har xil kasalliklarga giribtor bo'lmasligimiz masalasi emas, balki shundaq bir fojialar, shundaq bir kasalliklar, shundaq bir krizlar yuz bergan vaqtida bizningki ularga tutgan pozitsiyamiz bu sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Agarda biz uning uchun qayg'urib, zamoni oxir bo'lgandagidek urib, o'lib qolaman deb andish qilib qissak, uningki bizning sog'lomligimiz uchun hech qanday foydasi yo'q. Aksincha balkim biz degan shu andish qilgan o'lim yoki boshqa yomon ahvollar texmi tez kelishi mumkin. Endi bu yerda bu masalalar ustida so'zlamak nihoyat oson, ammo reallikda shuningga qandaq diqqat qilish, qandaq ularni qandaq bir taraf qilish, ya'ni ro'y kayfiyatimizni qandaq salmoq tutish bu nazariyada so'zlagandagidek undaq bir oddiy masala emas. Ammo biz o'zimizningki ro'y kayfiyatini mashq qildirish, tangshash orqali, ya'ni o'zimizning dunyoga bo'lgan qarashini, umidvorligimizni, aktiv ko'z qarashlarimizni mashq qildirish, yetildirish orqali bu maqsadlarga yetish tamoman mumkin. Albatta biz agarda shu umrimizni alohida kasal giribtor bo'lmay, alohida fojialarga urush yoki baloy ofatlarga, qazolarga duch kelmay, shunaqaydi tinch yaxshi o'tkazsak bu eng yaxshi. Ammo reallikda ko'pinchimizdan u mumkin bo'lmagan bir masala. Shunlashqa bu yerda muhim bo'lgani undaq yomon ahvollarga duch kelmaslik emas, balki duch kelgan
kelgan vaqtida bizning onunğa tutgan pozisiyamiz bizningki sog'lomligimiz mayli u ro'y sog'lom bo'lsin, eng oxirida bu jismoniy sog'lomligimizga ta'sir etadigan ish bo'lganligi uchun har ikki sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim hamda. Ondan başqa şu bizningki turmush odatlarimizda bo'libmi bak o'zininki sog'lomligiga alohida ahamiyat beradigan odamlarda yuz beradigan bir muhim bir xatolikning o'zi shu yaxshi yoki sog'lomlikqa foydali degan yemak ichmak dorilarni ziyoda iste'mol qilish, ya'ni o'zining uzun muddat iste'mol qilishni o'zining sog'lomligiga kafolat qiladigan muhim omil deb qarashi. Bu meningcha butunlay xato bir qarash. Yana hozir qadar sog'lom yashagan, uzun umr ko'rganlarningki hayot tajribasidan qaragan vaqtida ularning hayotida ya'ni radikallik, qutblik bo'lingan ahvollar ziyodalik nayte kemçil köpünç insanlarda nayte normallik, yani adetteki dek tabiilik nayte ortak bir alaylık hesaplandı. Misalenge biz özümüzdeki bedenimizde kisel payda buluşudan yoki sog'lomligimizga ta'sir yetkazishidan bek ziyade endish qilib kuniga shu masalani o'ylab olsaqmi, bu bizningki sog'lomligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir omilga aylandi. Shunlashqa bu yerda sog'lom yashashda eng muhimi tabiiylikka e'tibor berish, andan qutblashgan radikal usullarni ko'p qo'llanmaslik. Yani butunlay doğruga tayinib bilish yoki butunlay foyda qildi degan narsa ko'plab iste'mol qilish yoki bo'lmasa badan chiniqtirishniki sog'lomlikqa bo'lgan foydasini alohida ta'kidlab ziyoda shu dunyo olimpik cho'lponlarga o'xshash ziyoda chiniqib o'tadigan ishlarning o'zimi sog'lomlikqa foydali emasligini isbotlab turibdi. Masalan, agar biz diqqat qilsak, dünyadaki meşhur tenterbiye çolpalları köpüncüsü 60-70 yaşından aşağı vaxtıda her xil kesillikler giribtar bulup ularning ichida uzun ömür ko'rganlarga ait yo'q deyarlik. Endi ba'zi bir tenterbiye türleri nisbeten sog'lomlikqa foydali bulup, yani ularda alayda kasal paydo bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin ular şu tenterbiye türde dünya rekord yaratish uchun universal, yani başka türlerde mi özünü naite güçlendirishga, naite qattiq mashq qilishga ehtiyojli bo'lganligi uchun ularda mi yosh 60dan oshgan vaqtida muskullar ag'riydigan, badanlar ag'riydigan ahvollar umumyuzlik mavjud. Shunlashqa bu yerda bir sog'lomlik yoki uzun umr ko'rishni maqsad qilgan har qanday bir qilmish, ya'ni bizniki turmush odatlarimiz yoki qilmishlarimiz bo'lsa, cho'qim neutral, ya'ni tabiiylikni saqlash kerak. Ikki qutblik radikal usullar, ya'ni ziyodalikka alohida ahamiyat beradigan bundaq ishlarning hammasi bizniki sog'lomligimizga umuman qilgan vaqtida ziyonliq. Men bugungi bu sog'lomlikqa uzun umr ko'rish to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Minglarning diqqat berganligiga ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat, umrni uzun qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishga omon bo'linglar.